Мен сізді түсіндім. Сіз маған қандай ақыл айтасыз сонда? Осы бауырымды Қытайлардың түрмесінен шығару үшін қандай ақыл айтқыңыз келіп тұр? Маған олардың көмек керек емес. Маған олардың бауырымды түрмеден шығару керек. Мен ешкім көмегіне мұқтаж емеспін. Олар шығаруға міндетті. Олардың менің бауырымды қамап отырған заңсыз. Мен ешқашан да заңсыздыққа жол бермеймін. Кім жұмысшылар? Олар жұмыс емес. Бұл Қытай елінің, Қазақстан еліндегі елшілігі. Яғни Қытайдың өкілдігі. Қытайдағы әрине мен күн сайын тұрамын. Мына бауырым түрмеден қашан шығады? Сол күні мен осында кетемін. Оған дейін мен күнде тұрамын. Қандай көмек етемін айтыңызшы? Маған виза бермейді Қытайға баруыма. Қайдан білесіз өзгертпейтінін? Рахмет. Рахмет сіздің ақылыңызға. Сіз өзіңіздің қара бақсыз ойламаңыз. Қытайда біздің қаншама қандасымыз ол жақта жазықсыз түрмеде отыр. Өзгертемін мен. Неге өзгертпеймін? Сіз визаға шығып, бүткіл әлемге мен айтқым келеді. Бүткіл әлемге айтқым келеді мен. Қытайдағы болып жатқан жағдайды. Қара басыңызды ойлап жатсыз, ол бір күндік қана. Сіздің артыңызда білесіз бе, қаншама адам қиналып жатыр, қаншама қазақ қиналып жатыр. Келем мен. Мен де келем. Неге келмеймін? Қазір данный момент ештеңе өзгерте алмайсыз, мен соны айтайын деп. Рахмет. Сіз деген өте ақылды әйел екенсіз. Иә, әрине, рахмет. Иә. Assalamu alaikum, hürmetli qarindoshlar. Jasorat Munirga xush keldinglar. Bugun ekranimizda sizlar boya ko'rib o'tgan Qozog'istonlik bir qarindoshimiz Baybolat apandi bilan suhbatimiz bo'ladi. Bu bizning vatan davoyimiz shu Sharq Turkistonliklarning asli egilari bo'lgan turk millatlardan Uyg'ur, Qozoq, O'zbek, Qirg'iz, Tatar ve başka yerlik milletlerindeki ortak davası bu kelyapti. Burundan Xitoylar har xil ilmiy fikirlar bilan biz şu yerlik milletlerini andısanda bir-birimizga selib o'yin o'ynagan bo'lsa-mu, ammo bu qatim qari qo'yoqlar şu yerlik milletlerinin hammasini jumladan bo'libmi Uyg'ur bilan Qozoqlarga, Qirg'izlarga eng ashaddiy qattiq qo'llik qilib ularni keng ko'lamli turmalarga solab, lagerlarga solab, shu yerlik millatlarni yo'qotishning jangini boshladi. Bu vahshiy qirg'inchilik boshlangandan keyin bizning Uyg'ur xalqi bilan mos holda bizning qozoq xalqimiz shu Qozog'istonni asos qilib turib, oz bo'lmagan jonliq faoliyatlarni olib berish orqali dunyo medyasıga ve dünya halkıga şu Şarq Türkistan'daki şu yerlik milletlerindeki ne kadar katlı kırılıp kelayotganligini, bu Xitoylar açkan atanmış terbiyeleş merkezi degan lagerlarning ne kadar vahshiy bir narsa ekanligini isbotlab kelyapti. Bu haqda qozoq qarindoshlarimizniki o'ynagan roli nihoyat yaxshi bo'lib keldi. Toki hozirgacha davom qilyapti. Boya ko'rganinglardek bu Baybolat, Kunbolat qarindoshimiz yeni bir xil uslubda, yani medialar bilan aloqa qilishdan boshqa Xitoy konsulining oldiga berib, bevosita o'ziniki qarindoshiniki suratini ko'rsatib turib, o'zining qarindishini qutuldirish yo'lida atlangan bir qarindoshimiz. Bugun ekranimizda boy degandek bu qarindoshimiz ismi Baybolat Kunbolat apandi. Assalomu alaykum Baybolat apandi. Jasorat Munirga xush keldingiz. Aleyküm assalam. Jasorat apandim, qanday ahvolingiz yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Bugun nihoyat xush bo'ldik, chunki uzundan buyon shu Qozog'istondagi bir qarindoshimiz bilan bir ko'ngildagi so'zlarimizni to'kilish orzuyimiz bor edi. Oxiri bu ishmo amalga oshdi. Sizning bugun oldi bilan vaqt ajratib bu programmamizga qatnashib berganingizga rahmat aytaman. Bayqi endi programmaning beshida qisqa ko'rsatib o'tdim sizniki Xitoy konsulining oldidagi namoyish faoliyatingizni. Endi bu namoyish ishi hamda Qozog'istondagi faoliyatlar biz izchil ko'ngil bo'lib qo'yapmiz. Bizning jiqaroq biladiganimiz ma'lumotlarga
Atajurt organınınki, orlaştırışınınki, Seyrekçanınki başçılığındaki ispat veriş faaliyeti bununla nurgun Kazak yayındaşlarımız katlaşıp şu bütün G'arbning mediasınınki dikkatini tatkan hem şu Xitay'ınki şu yağançılığı yani şu terbiyeleş merkezi deb koyulan sahtı isimninki ameliyatda bir qabih lager işgalligini ispatlashda bu Kazak yayındaşlarımızın rolü nayet yaxşı bo'lgan. Bu jarayonlardan menimcha sizin baştan ahir bo'lishingіз mümkün ama bu qatam siz alayda bir usulni qo'llanibsiz. Ya'ni resimdikisi bir qeyrindishingiz ya ininiz ya akınız bo'lishi kerak. Uni bir sal turib tanishtirib qo'ysangiz, shuning rasmini Xitoy konsulining oldida ko'z tutib turib, qeyrindishimni qo'yib degan bir mujadala qilyapsiz. Bunun da asaslık sebep neyim oldu? Qandaq bo'lib siz mushu o ishni o'ylab chiqdingiz? Assalomu alaykum. Mushu butun dunyodagi hamma qarindoshlar. Qozog'iston Olmaota shahridagi Baybolat sizlarga cho'qliq salom yo'llaydi. Men endi birinchi navbatda mushu 2020-yili 5-ayning mushu 27-lari Amerika hukumati, Amerika parlamentida tasdiqlangan Uyg'ur qonunining mushu parlamentning tasdiqlanishi bilan sizlarni mushu hamma Türk millatlarini chin yuragimdan tabriklayman. Hamda bugungi kuni siz bilan sizning mushu ekranda suhbatlashishimga bek nayt xushal. Rahmat sizga taklif qilganingizga. Hamda bugungacha mushu 2015-17 yillardan boshlab mushu Xitoy Kompartiyasining mushu Şinjandagi yashayotgan bizning qarindoshlarimizga Uyg'ur, Qozaq, O'zbek, Tatar qatorliq mushu turk millatlariga yasayotgan mushu bir faşistik siyosiy mushu harakatning arkasida bizning qarindoshlarimiz shunday bir jafoli kunlarda o'tkazyapti. Mushu konslagerlar bilan turmlarga bekuna taqo'latyapti. Hamda bugungi kungacha mushu Qozog'istonda Serjan Bilashlar efendim mushu Xitoy Kompartiyasining mushu bizning qarindoshlarimizga yashayotgan zulmlarni oshkorlab bizlarga qanday shu qarindoshlarimizni, tuqqanlarimizni qutqazg'ili bo'ldi. Shuni bir yo'lni etib oq qog'ozga qarasiya bilan arz yezinglar deb keldi. Hamda biz mushu kunga shunday arzlarni yozib keldik. Shunday bir jiq foydasi bo'ldi. Xeyli tuqqanlarimiz shu Xitoydagi konslagerdan, turmalardan bo'shab chiqdi. Hamda mening önümge kelsak 2018-yili 3-ayning 20'larida shu Şinjan G'ulji naisi Qaryag'ash izisidan shu yerlik saqchilar tarafidan konslagerga akib qolgan. Shuningdan bugungacha mana 803 kun bo'ldi bugun shu qamalib ketganiga. Hamda biz dastlabda bek alg'inib keldik. Chunki biz xodimlarni oldik, voy bu siyosiy o'g'inish sentriga bir 3 oy o'qitib chiqdi ekanda. Biz kutib keldik. 3 oy kun kutib chiqmadi. Keyin bir voy 6 oyda chiqdi ekan degan gaplar bo'ldi. Shuni 6 oy kutib keldik, chiqmadi. Voy endi 6 oy chiqmasa bir yilning ichida chiqadi ekan degan gaplar bo'ldi. Shunda biz yana shu gaplarga ishonib qoldik. Voy endi o'sha inimizni huquqimizlab, puldirimizlab, yana bizning boshqa bir fuqarolarimiz qanday bir ziyon harakatimiz onun ustiga Qozog'iston bilan Xitoy hukumati bilan biz endi qo'shni davlatlar 1700 kilometr bizning chegaramiz bor. Endi o'sha ichki davlatning bir ittifoq qanday bir ziyon harakatimiz deb yuribdim. Arliqib Qozog'iston tashqi ishlar ministrligi shunday bir yaxshi harekatlarni qildi. 700 dek qozoq qarindoshlarimiz shu Xitoydagi konslagerlardan bo'shab chiqdi. Men shu 700 odamning ichida mening inim bo'ldi deb ishondim, lekin bo'lmay qoldi.
Bundan arılıqta 1,5 yıl ötüp ketdi. 1,5 yıldan keyin mening ilimni 10 yılga kesilip degan xabarni aldım. Endi o'sha xabarni olgan vaqtida men bek pushaymon qildim. 1,5 yilda men nimasi orzu qilmagandim. Ben o'zimning bir tuqqan ilimni nimishga izlamadim. Nimishga men xatlandim degan 3 oyning ichida chiqadi ekan, 6 oyda chiqadi ekan, 1 yilda chiqadi ekan degan gaplarga ishonib yurdim. Deb bek pushaymon qildim. Bundan o'sha 2019 yılının 11 ayının oxiridan boshlab men tunji arzimni o'sha Qozog'iston Olmaota shahridagi Nag'ız Atajurt erikleri degan uyumning burunqi lideri boshliqi Sevjan Bilashli afandim bo'lgan. Hozir u kishi endi boshliq emas, lider emas, biroq shu Atajurt erikleri uyushmasida a'zosi bo'lib, yana shu o'zining xizmatini qilyapti. Shu Atajurt erikleri Nag'ız Atajurt erikleri uyushmasidan men o'zimning tunji video arzimni yo'lladim. Endi shu 2019 yil 11 aydan bugungacha tinmay arzlar yezib kelyapman. Bizning Qozog'iston hukumatiga, prezidentimizga, tashqi ishlar ministrligiga, bizning Nur Otan partiyamizga, hamma yerlarga yozdik. Hamda bizning Qozog'istonning tashqi ishlar ministrligi o'sha ishlar bilan aylanishyapti. Lekin hozircha endi tepa mening inimning ishlari bo'yicha natija tetigi yo'q. Amerika hukumatiga, Donald Trump Amerika prezidentiga, Mike Pompeo Andiken o'sha Yevropa o'rtoqlariga, o'sha dunyodagi hamma odam huquqini qo'llaydigan, qo'rg'aydigan hamma uyumlarga yozyapman. Hamda bugungacha mening ilimning bir hech qanday turmadan qutulib chiqqan yeri yo'q. Biroq hamda men o'sha ilimni qutqizishning yo'lida hamma ishlarni qilyapman. Har xil usullarda bir usul bo'lmasa, bir usuldan foydasi bo'lib qoladi. Bu siz gapingizni uzatib, bu siz qutqizmoqchi bo'lgan sizning iningizmi? Bu mening aslında ikimiz hem de bir atanımdan biz işe olduk. Şu enemli bizden dadamның sınırlısına hem de berip bakanda hem de berip etken. Resmi var. Hem de sizin yanınızda resim var mı? Hem de çönmedim. Ya resmi var mı? Yanınızdaki değil mi? Mana. Şu benim elim mana. Şu tamam. 10 yıl kesip ötüptü yani Xitayla. Orada 10 yıl kesip ötüptü. Mana bu kişi benim mana dadamның sınırlısı. Rızık. Bu şu kişinin balısı hem de. Hem de bu gaptan da cümleti bırakamdı hazırki vaziyette bunda uçuk demesek, şu davanın küçüğüne aciz bulmuşsundan yana bir narsa Baybulat efendi, yana bir narsa bizni sal rahatsız qiladigan bir narsa bor. Xafa bo'lmasangiz, bizning vatanning ismini Xitoy qo'ygan Sheje degan bilan atimisingiz. Biz Sharq Turkiston deymiz. Azaldan biz bu Sharq Turkiston, shu Uyg'ur, Qozoq, Qartoq, yerlik millatlarning nimasi bizning qulqimizga Sheje degan Xitoy qo'ygan ism mushurgandek olindi ekan. Bo'lsa vatanning ismini Sharq Turkiston deb atsangiz. Rahmat. Bo'ldi. Hem de mağluqa hazırki şu xalqaradagi hem de bir dokumentlik qonunlik ismi Şinjan bo'lg'achqa hem de men hem de şu bo'yicha adolatmanda hem de qarang o'zingiz abay so'ragan savolga ham javob beryapman da nima shu Xitoy konsulning oldiga berish esingiz keldi demoqchi bo'lganda hamda men bir har xil usulni qo'llanib faqatli mening maqsadim o'sha inimni qutqizib berish. Hamda oxirida men o'sha Xitoy hukumatiga hozir men Qozog'istondan boramayman ekan, mening vizalarim qo'shib ketdi vaqtlari. Hamda men Xitoyga berish mumkin emas ekan. Hamda o'sha Qozog'istondagi Xitoyning elchixonasi bu hamda Xitoy hukumatining vakilligi bor. Ular bunga javob berish kerak. Xitoy hukumatining o'sha dunyoning har joydagi, har davlatlardagi elchixonalari o'sha Xitoyning vakilligi bo'ldi. Demek, ben bu Xitoy elchixonasidan ilimni qutqizishning, ilimning nechta ularning bekatdan turni o'tkazib qo'yganligini so'raydigan mening haqimda. Shuning uchun men mushu azramda bilasiz, mushu Xitoyning virusining sababidan dunyoning hamma yerlarida mana karantinlar bo'lib yiqilib qoldi. Bizning mashhurda Qozog'istonda Olmaota shahri, Nur-Sulton shahri, hamma shaharlar yopilgan hamda hatto bugunga Xudoyimiz ochildi. Mushu karantin vaqtida men chiqmay qoldim. Karantin vaqti qanday tugaydi? Men yana shu kunda davomli elimni Xitoy hukumati
koyup berip, şu Kazakistan'a kayıcı, gün sıra Xitay hükümetinin aldığına berip, şu Nursultan şehirдeki, Kazakistan'ın paytahtı Nursultan şehirдeki, yana Almatı şehirдeki generalni konsolluğa, Nursultan şehirдeki baş elçixanasına berip, gün sayın şu önemli pozisyonu sorayım. Şu önemli çıkışını sorayım. Gün sayın. Bu yerda masalan burundan hamda bu Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarimiz har xil shakllarda masalan media bilan ko'rishish, arz yozish, xalqaro inson huquqlari organlariga yozish degandek bir shakllarda faoliyat olib berayotgandi. Ham shuningga selishtirganda siz olib berayotgan faoliyat usuli masalan Xitoy konsulining oldiga bevosita yo'g'on iningizning suratini ko'tarib berish ashlar ko'zga tiqib turib ko'z tutish orqali namoyish qilishning unumi sizcha burunqidan yaxshi bo'lamdiki? Hamda mening farz qilishimcha o'sha Xitoy konsulining oldiga berib, inimning davosini qilganim yaxshi natijalarga men erishdim deb aytaman. Chunki men bir necha kun bo'yi o'sha men o'zim Almaty shahrida turaman. Almaty shahridagi Xitoyning generalniy konsulining oldiga bir necha kun bordim. Ular javob bermadi. Hech kim chiqmadi. Hatta men shu konsulning oldiga borgandan keyin konsulning o'sha bexatarligiga qavib to'ndi deb konsul ishlarini to'xtatib qo'ydi. Men bir odam berib shu konsulning oldida namoyish qilganim uchun konsulning ishlarini to'xtatib qo'ydi ya'ni. Shular o'sha o'zini xizmat to'xtatib qo'yib, o'sha qabul qilayotgan dokumentlarni o'sha konsulning oldidagi odamlarning hammasini qabullamay, konsulning bexatarligi uchun deb men borgan har kuni konsul xizmatini to'xtatib qo'ydi. Shu bilan men Qozog'istonning poytaxti Nursulton shahriga berib, o'sha Xitoyning bosh elchixonasining oldiga bordim. Yana shu Atajurt nag'iz Atajurt erkklari uyushimiz Nursulton shahridagi bölümsüzdeki akımız birli berip meni videoga tushirdi. Meni qanday akımız. Şu vaqtda şu Xitoyning bosh elchixonasidan 3-4 Xitoy xizmatchisi chiqdi, yugurib chiqdi. Voy Baybullar, biz seni yaxshi bilamiz. Sening ining Baymuratning ishlarini biz oldi burun shu Shinjongga ag'dib qo'ygan. Sen endi bu konsulning oldida qanday bir ishing bo'lsa, bizga kirib degan, ko'zing oldida bunday sen rasmlarni ko'tarib bunday qilmagan. Biz senga cho'qim yordam qilamiz. Qanday ishing bo'lsa, sen ishga kirib bizga ankarlashdi. Shunda endi men bo'pti deb konsulga kirdim, telefon numerimni hammasini o'sha qoldirib ketdim. Chunki kirgandan keyin bu yerda 3-4 o'sha Xitoy konsulining xizmatkorlari bo'ldi. Birisi turib, bo'ldi biz sizni ishni yaxshi bilamiz, biz alaydim o'sha sening iningning ishini Shinjongga topshirdik. Ular darhol iningning qanday javobini bilib, bizga xabar qilib bizga javob beramiz, bizga yordam qilamiz. Deb mening o'sha telefon nomerimni, yana o'sha WeChat degan undar nomerlarni berdim. Ular bilan aloqalashgan bo'ldi. Ularga menga va'da berib chiqarib qo'ydi. Men dedim, menga 3 kun ichida javob beringlar. 3 kun ichida men yana kelaman. Deganda voy sen xotirjam bo'l, biz 3 kun ichida javob beramiz dedi. Ular Almatyga qaytib keldi. Keyin 3 kun o'tib ketdi, javob bo'lmadi. 5 kundan keyin menga javob keldi. Yana bir necha kun saqlab qo'ygan bo'lsam. Biz Xitoy virusining sababidan biz aloqada yashamayapmiz. Men dedim, bu telefon bilan hozir degan o'sha 21-asrda shunday hammasi taraqqiyot qilgan. Qanday sizlar xabar qilmaysizlar? Men sizlar xabar qilmayman deb yana o'sha Almaty shahridagi general ko'zini oldi, yana bordim namoyish qildim. Shu kuni tushdan keyin menga o'sha Windows'dan, WeChat'dan o'sha xabar keldi. Sening 2013-yili Baidu degan Xitoyning saytining Teba degan yerida o'sha millatlar nemisini qo'zg'aydigan bir xabar yozibdi, maqola yozibdi. Xitoy hukumati uni 10 yilga so'ttabdi deb kesibdi. Shuning bilan
ben dedim, o 2013 yılı sen yazdı dese, o 2018 yılı sotlap nemişleri 6 yıl boyunca jürdanlar şunu tekirmeyi. Yazan olsa kene köz sonra faktini, hiç kadar dalil fakti yok. Amisa şu bir yaganın bir sebebini tavıp, aslında balçada başladı. Demek ki hem şu ilimizni kesip ötüşüde şu 2013 yılı yazgan bir nesisi sebep oldu. 10 yıl kesipti şu sebep. Aslında bu sebepni közetdi, bırak, lekin bu hem de doğru emas. Nemiş kadar menin enim 2011 yılı Kazakistan'a kelgen. Kazakistan'a 2013 yılı Kazakistan'da Almatı şehirdeki Teknoloji Üniversitesi okutkan okuvchi bo'lgan student. Yana shu vaqtda Kazakistanning ixtiyor xati edi, green kartasini elib, shu vaqtda Kazakistan'da bo'lgan. Uning shu bayda yozilgan hech qanday mumkinchiligi yo'q edi. Bu hammasi yolg'on, jala. To'g'ri. Keyin bir necha kundan keyin menga dedi, Baybulat sen telefoningni bekat qil. Bir kundan keyin senga ening opisi telefon qildi deb. Ben şu günü saklap yürüdüm, 2 günden keyin bular yana o'zgarib ketdi. Voy sen Almatıdan Kazakistan paytaxti Nursultan shahriga kelib, Xitoyning bosh konsulining ichiga kirgan, ashadning ichiga kirib, inimdan so'zlashdi. Men darhol undizarda javob qaytardim, yo'q men bormayman. Men nemishqa inim bilan o'zimning uyida o'tirib, o'zimning telefon so'zlashmayman. Nemishqa men sizlarni Xitoyning territoriyasiga kirib so'zlashman deb. Shuning bilan arqadan ular menga javob berdi. Shu kete yana bir yalan gapni qilib, inim bilan nimani opsidan so'zlashimdi. Demakchi bo'lganim, hamda mushu Xitoy hukumatining mushu konsulning xizmatlarining mening inim bilan so'zlashimni degan bir qadam bo'lsa, menga bir yaqinlashganligi, men o'ylayman bu mening mushu Xitoy konsulining oldiga berib namoyish qilganimning natijasi deb o'ylayman. Men o'ylayman bir 50% men o'zimning eriştim nimemge. Özümün bağımlı 50% eriştim de o'ylayman. Endi yani bu Xitoylarning ko'rsatgan ma'nosi idingiz ochchaqda 2013 yilda işte bir maqola yozganlik shu 10 yil kesib to'xtabdi. Lekin siz ammo qoyil bo'lmadingiz. Endi hozirmi idingizni ularning davatgan gapining yolg'on ekanligi bilib tursiz. Endi yana idingizni qutuldirish ideyasida hozir. Shuni bosh qo'ymaysiz. Ya'ni shu yo'lda ma'nosiz davomli. Shundaymi? To'g'ri. Men de shu inimni qutqizishning yo'lida o'zimdan qo'limdan kelgan barliq harakatlarni qilaman. Chunki men Xitoy hukumatining gunohsiz mening inimni yolg'on bilan yala chaplab 10 yilga sotlab qamab qo'yishga men asli yo'l bermayman. Chunki u mening inim. Bu inim bu yoqda Xitoyning turmusida bekatni yatsa, men bu yoqda erkinlikda yurganimning qanday ahamiyati bor? To'g'ri. Endi bu nimadir Xitoyniki hozir shu bizning vatandagilarni 10 yil, 15 yil, 20 yil kesib o'tishida ko'rsatgan bahonalari nihoyatda tetiqsiz emaslar. Masalan, siz boya degandek, masalan bizning Uyg'urlardanmi uyda Qur'on chiqib qoldi, falon vaqtda aroq ichganlarni to'sibdi degandek tetiqsiz bahonalar bilan 10 yil, 15 yildan masalan Misrda o'qidi deb kelganlarni 10 yil, 15 yil kesib o'tganlar nihoyat ko'p. Ammo endi bizning xalqimiz orasida bir qismi sizga o'xshash maylisini kerib, masalan vatanda mening qarindoshlarimni Xitoy akirib ketib, qinini ichib olsa, qiynab olsa, men qanday rohat yashayman bu erkin dunyoda deb, o'sha qarindoshlarga igi chiqib, mardonalik bilan o'tirishib qotganlar xeli bor. Ammo nihoyat afsus, men bir ish qilsam, boshqa bir urug' tuqqanlarimga bu ta'sir bo'lib qolarmi, bir ularni akirib ketarmi degan bir andishi bilan mardonni o'tirg'i chiqishga jur'at qilolmayotganlarmi bor. Bilmadim, bu Qozog'istondagi bu qarindoshlarimiz orasida shunday ahvol mavjudmi? Nihoyat to'g'ri dedingiz. Endi o'sha Qozog'istondami shunda Xitoy Kommunistik partiyasidan bugungi bizning o'sha qarindoshlarimizga ko'rsatgan faşistik hareketlerinin arkasındaki şunday bir zulmluklarga duch kelayotgan qarindoshlarni izlashni shu yana bir jur'at qilmayotgan qarindoshlarimiz bor. Lekin ko'pinchisi hozir uyg'ondi, ko'pinchisi arz qilib
özünün tuğanlarını kutkuzaladığını közü yetti. Bu kadar da bizden şu Almatı'daki nağız atajı terifleri uyuşumuzdaki Serijan Bilaşlı Efendim'in kıvatkan işleri bek çoğun. Şu Serijan Efendim'in alt kağızlı karasıya bilen arız yaz dep bizni bir közümüzünü içip şu uykumuzunu oygandırganı naiti bir çoğun işte böyleyim. Ama şu Serişan'ın işini biz izchil küstüp kaldığımız halkara mı bilip gitti böyle Atajurt organının ki kıvatkan işlerini. Ama ötkende Kazakistan hükümeti bir tosqunluqlarını qilib bu Serişan'ı akirib ketib, yani qo'yib berib, chiqib jiqishtirg'i to'salg'i bo'ldi. Hozir anglasak, erkin azodi faoliyat olib boramaydigan bir holatga kelib qolibdi deb angladik, bilmadim. Hozirgi ahvoli qanday bu Atajurt organınki ham Serişan'niki ahvoli? Hamda bu yerda bu Qozog'iston hukumati tarafidan emas, bu yerda mushu qanday deymiz, mushu Xitoyning şu Xitoyni qo'llaydigan bir to'p odamlar bu mushu Qozog'istonda bor. Shular Serijan Efendining ustidan arz yozib, yolg'ondan bal chaplab, hamda bu arz yozgandan keyin uni sud organlari uni qarash kerak. Qonun bo'yicha. Bundan qarab Serijan Efendi hamda bir necha vaqt uy qamoqda o'tadi. Keyin aqlanib uyiga chiqdi. Keyin biroz vaqt yana shunday uyumlarga liderlik qilish bo'lmaydi degan shunday bir nimasi bo'ldi, lekin hozir yana shu burungi ishni qilib, bu kishi lider emas, hamda hozirgi nag'iz Atajurt erkaklar uyushmasining liderisi Bezat Maqsudxon afandim, Serjan afandim odatdagi bir a'zosi. Lekin yana u kishi to'xtamay, mushu davoni qilyapti. Yana shu arz yoziladi deb bugun nasihatlarni qilyapti. Ya'ni ochiq oshkora bir to'salg'i yo'q ishlarni qilishiga, shundaqmi? To'g'ri, ochiq oshkora ishni to'salg'i yo'q. Lekin shu Xitoyning gapini qildigan shu odamlar bor bir to'p. Shular to'xtamay arz yozib, shu balaqni tatqilab to'salg'i qilyapti. Şu Qozog'istondagi siz dediniz, şu Xitoyning depini chaladigan bir qism odamlar bor Qozog'istonda dediniz. Bular qanday odamlar? Shu haqda ozroq bir tushuncha berasiz bizga? Endi bu odamlar ko'pincha shu yolg'on akkauntlar bilan shu Facebooklarga, internetlarga chiqib, Serjan Efendimni yomon gapni qilib yomonlaydi-da endi. Ko'pinchisi. Endi bir necha odamning ularning endi ismi hamisi ochiq oshkora, ular endi ochiq oshkora shu yolg'on jala chaplab Serjan Efendimga qarshi chiqyapti. Bularniki bu qarshi chiqishga maqsad sabab nima? Endi bular Xitoydan manfaat oladigan, pul topadigan insonlarmi yoki Xitoyga amroq insonlarmi va boshqa sabab bormi? Endi bu yerda ochiq ko'rinayotgan bir ish, ular endi shu Xitoy tarafdan shu o'zlarining sotqinligi bilan mukofotlarni ilayotgan odamlar bo'lishi mumkin. Tamam, yani payda manfaat var yerda shundoq bilib bilmay o'zining millatiga mosiylik qilganlar chiqadi-ku hamma millatdan. Ammo Qozog'iston hozir mustaqil bo'lg'ilimi xeli bo'ldi. Endi bu Qozog'istonda masalan Xitoyning ta'siri kuchli ekanligini bilamiz. Xitoy hozir iqtisodiy kuchli bo'lg'achqa, iqtisodiy jihatdan masalan Xitoyningki mablag'lari qarz berishi va boshqa sabablardan endi Xitoyni yaxlaydigan siyosiy yo'llarniki ve karxanachilarning bo'lishi tabiiy. Ammo bizning anglashimizda shu Qozog'istondami ashta Xitoyparastlar 30% dek bor. Bilib bilmay Xitoyning depini chaldiganlar deb o'tganda masalan bizning Tursungul degan bir qayrindishimiz shu lagerlardan yomon tasda qochib qutulib chiqibdi-ki, chiqib yo'ldishi Qozog'istonlikka aran qochib chiqqanda shu Qozog'istondami shu qayrindishimizga tahdid qilib shu Xitoyparastlar uyini qorshab o't qo'yib o'tgan ish bor hatta. Ammo o'ttiranmay qolibdi. Biz hayron bo'ldik endi. Qozog'iston qanday bo'lmasin bir mustaqil davlat, endi Xitoyniki ta'siri shu qadar kuchlikmidi? Masalan,
Xitaydan şu kadar təsdiqdə keçilib çıxan bir qeyrinişimiz mi aşağıda öttürümüz deb, ölüm bilen təhdid qılanlar bakiya deb hayran bolduq. Şunu sizden sorğunum, bu qandaq adamlar zaten neymiş ki Xitayga o kadar yalaqçılıq qılıdı, Xitayga o kadar yaqınçılıq qılıdı deb şu endi siz Qozog'istonda yaşayotgan bir qeyrinişimiz bo'lg'achqa öz ağzınızdan anlay dedim. Yana birisi ham dema yaqında sizin bayağı qisqa tilg'ab o'tdingiz. Bütün g'arb dunyosi, Amerika boshli g'arb dunyosi hozir Sharq Turkistonning masalasiga jiddiy ko'ngil bo'lyapti. Burunqidek hech kim Sharq Turkiston siz bilmaydigan, Uyg'ur, Qozoq siz bilmaydigan odamlar azyapti, hamiz bilib ketdi. Bo'lib hozir Amerikada shu Uyg'ur qonunininki ma'qullanishi, ya'ni san'at bilan House'da 2 yildan o'tdi. Hozir Prezident Trumpning oldiga qo'yildi, bu imzo asli qonun ijro qilindi. Hozirgi ahvoldan qaraganda bu Prezident Trumpniki imzo etish ehtimoli nihoyat cho'ng. İmza atmagan taqdirdami mutlaq ko'p sondagi parlament a'zolari tasdiqlag'achqa o'yinni qonuniy kuchga ega bo'lib meniverdi. Bu shaxta bu Uyg'ur qonunininki ma'qullanishi Qozog'istonda qandaq bir ta'sir qo'zg'adi. Undan boshqa anlasam, sizlar bu shu qonuninniki tasdiqlanishiga o'zinglarning to'pisini qo'shibsizlar. Bu shaxtga ahvollarni bir deb beramsiz? Rahmat. Hamda shu Amerika hukumatining tasdiqlangan Uyg'ur qonuni bizni bek xo'shal qildi. Biz endi xo'shal qilmish shunchaki o'zimizning Facebook paraqchalarimizda, YouTube kanallarda o'sha asosan Sejin efendimning o'sha nag'iz atajir erklari YouTube kanallarida chiqarildi. Bu ishni biz nihoyat xush bo'ldik. Ya'ni o'sha nag'iz atajir erklarining azallari, yana buning ichida Mamuba o'zimiz o'sha Amerika prezidenti Donald Trump efendimga xat yozib, o'sha Uyg'ur qonuniga bir qo'l qo'ygan bo'lsangiz degan mazmundagi xatni yozib, 50 odamning qo'lini qo'yg'izib, men o'zim boshladim. O'sha shahardagi Amerikaning general konsulluğunun o'sha siyosiy bölümündeki Erik Ryan degan ofitser efendimga qo'lga topshirdi. Endi bizni o'sha qonunning bir ijara qilishiga o'zimizning azroq bo'lsinmi azimizni qo'shimiz keldi. Yana o'sha yaqindagi qo'sh xabarni anglab, bizning nihoyat xush bo'ldik. Endi o'sha Uyg'ur qonunining ijara qilinishi endi bizning o'sha Sharq Turkistondagi bizning qarindoshlarimizning o'sha asosiydagi Xitoy hukumatining faşistik siyosatining shu qiyinchilikni ko'rayotgan bizning qarindoshlarimizni qo'zishning yaxshi yo'li deb o'ylayman. Endi bizga atrof aytganda bir yaxshi fursat keldi deb o'ylayman. O'sha fursatni kim tutib, o'sha qonunning oyasida biz o'zimizning qonunimizni qutqizishimiz kerak. Sharq Turkistondagi bizning qonunlarimiz, qarindoshlarimiz ularning qo'lidan azirib ishni kelamaydi. Ular shu Xitoy hukumatining besimini ostida aran yasayapti. Ammo biz erkinlikda biz bugün bu ishni qilishimiz kerak. Bu bizning farzimiz. Biz bugün bu ishni qilib, bizning qonunlarni qutqazmasak, bu bizning bo'yimizga qarz bo'lmaydi. Shundan biz endi o'sha fursatni tutib, har odam o'zining qonunlarini yo'qlab, Xitoydan so'rab, o'zini har xil usulga yo'lini yasash kerak deb o'ylayman. Ben o'zim o'sha ilmni qutqazmoqchi to'xtamayman. Har qanday yo'llar bo'lsa-mu, men uni kechishga tayyor. Hech narsadan qaytmayman. Ilmni qutqazish mening haqiqiy eng asosli ishim. Rahmat. Bu qonunning ismi gerçi Uyg'ur qonuni bo'lsa-mu, bu Sharq Turkiston qonuni amaliyotda. Sharq Turkistonda izilayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar qatorliq yerlik Türkiy millatlarga chiqarilgan qonun bu. Chunki qonunniki mazmunini o'qisak, Uyg'ur, Qozoq qatorliq yerlik millatlar deb qator yozg'ini aniq turibdi. Demakki, bu qonunniki asli ismi Sharq Turkiston qonuni bo'lishi kerak. Ammo Sharq Turkiston degan bir ism xalqarada qabul qilingan, umumyuzda qabul qilingan bir ism bo'lmag'achqa Uyg'ur qonuni deb atalgan. Ammo buning ichida boya degandek
Şarkı Türkistan'ın yerlik ilgilerden boğan, yerlik Türkiye milletlerinin hemmesiniki davası tilgaylangan. Şuna bu hesapta hemmemizden kanuni, bunun makullanışı hemmemiz için nihayet bir hoşallık. Endi şu Kazakistan'daki biz mesela bu Uyguristan'daki azat boğunu yok ama Kazakistan, Kırgızistan katarlıq bizdeki qeyrindaş cumhuriyetlerimiz hemmesi özüneki müstakillikle erişti. Biz Uygurlar nihayet hoşal bunundan. Çünkü biz iki çoğun güçün arasında kalan Sovyet, aynı zamandaki Sovyet Ruslar bilen Mayaktaki Xitaylarning arasında kalan milletler tarixten jiq ezildik, jiq kırıldık. Hazır hem de biz Kazakistan o'xshash müstakil cumhuriyetlerimiz var. Ama bular gerçi kurulğulu uzun bulmagan bolsa müstakil devlet. Yani bunun tesiri var yok ama bazı jihatdagi bulup Xitoyning ta'sirining alohida kuchli bo'lishi, masalan Qozog'istonda bir yerda ba'zida g'ayriy misollar bizning kallamizdan toza o'tmay qoladi. Hamda bu Qozog'iston hukumatiningki masalan deylik o'tganda Sayragul o'zi qozoq qiz bola vatanda shu nimadan lagerdan yomon tasda qutulib chiqqan. Uning kechmishidan olsa yig'lig'isi keladi. Masalan Adrian Zenz degan adam onun hikayesini yazganda o'zi yig'lab ketgan. Masalan lagerda hammasini qartib turib bir kichik qiz bolaga bosqinchilik qilgan bir hikoyalarni Sayragul deb berganda g'aribliklar yozganda yig'lab ketgan. Mushundaq bir qayrindishimizni Qozog'iston turg'izamidi masalan. Oxiri Shvetsiyaga ketdi va Amerikaga berib bir cho'ng mukofot oldi. Endi mushu bir qozoq vatandoshi, qozoq millatidan bo'lgan bir qarindoshniki Qozog'istonda rahat yashayolmasligida sizningcha asosiy sabab nima? Xitoyniki siyosiy besimimi yoki Qozog'iston mushu hukumat rahbarlarininki bir Xitoylikqa moyil bo'layotganligining bir sababimi? Nima sabab? Biz toza tushunmaymiz buni. Siz qanday tushunasiz bu ishlarni? Endi bu ishda bizning yuragimiz bek og'irdi. Chunki bizning o'zingiz degandek shu Xitoy bilan Qozog'istonning oralig'idagi chegaradan bir chipin uchib o'tamaydigan shunday bir chegaradan Sayragul Sovuqbay adamimizning qechib o'tishi shunday bir xavf xatar qarmasdan bu bir nayti bir cho'ng masala. Hamda Qozog'istonda necha qatim bo'ldi. Biroq shu sotlar aqaqasi suriladi. Hamda men o'ylayman, hamda yana bir ishga sot bo'lganda mumkin Qozog'iston hukumati Sayragul Sovuqbayni Qozog'istonni qoldirish bir tarafini yasamdi deb o'ylayman o'zimning hamda shaxsiy o'ylashim. Hamda shu vaqtgacha Shvetsiya hukumati chaqirib Sayragulni ketdi deb o'ylayman. Asli Qozog'istonni qoldirish kerak edi. Hamda shu Sayragul Sovuqbay adamimizdan keyin yana bir necha qarindoshlarimiz shunday qechib keldi. Ayşe degan qarindoshimiz, andikan yana Muragir Alimullo ishga qarindoshimiz, Tilak Tabrak degan qarindoshimiz, yana o'sha 6 jami o'sha bizning xalqaro nimada chiqqan o'sha 6 adam bo'ldi. Sayragul Sovuqbay adamimiz Shvetsiyaga ketdi, andikan qolgan 5lisi Qozog'istonda sotning hukmi bilan Qozog'istonda qoldi. Biz ham asirdik Xitoyga qaytarib berayotgan deganda. Xitoyning shu bir besimli qandaq bir besimli bo'lsa, qandaq bir hamda siyosiy yo'llar bilan Xitoyga qaytarib ketgan kerak. Bek ishimizdan shunday bir asirdik. Yani şu nağız atajot eritleri şu Sercan Efendi'nin şu komandası başlayan şu top. Yani şu şunda arzularını kılıp şunda bir Kazakistan'ın bütün halkı yani şu halkaradaki kardeşlerimizin kollaşı bilen Kazakistan'ın ülkede şunda bir yaxşı bir karar çıkarıp o adamlarını şu Kazakistan'da kaldırdı. Şunu biz hem de bek hoşal bulduk. Lekin Sayragul Sovuqbay adamimizning Shvetsiyaga chaqirilib ketib qolishi, uni bizim bek yuragimiz og'irdi.
Әдде әсілі мұшу Сайрагүл мәнше өзінің dövleti болған Қазақстанда қелішіні қалайды. Мақандақ болмысын бұл Сайрагүлінеке бір әркін дүнияға еріші найты мұйым. Чүнки оның да ilgari шыққан Өмірбек ve onu dekin bizdeki Minəvər Tursun, Zümrət Davud degan qarindoshlarimiz ve Sayragül Muşla, Muşu Şarkı Türkistan'daki adam işеңіз kelmaydigan zulümni özünün beşidan o'tgan amaliy misollar orqali dunyoga anglatgandi. Dunyo bunga diqqat qildi va Allah bugungi kunda Amerikada Uyg'ur qonuni ma'qullanish, haqiqiy qonun bo'lib yo'l qo'yilish oldida turyapti. Mana shu qarindoshlarimiz bizniki jangovar qahramonlarimiz amaliyotda. Bularni beshimizda ko'tarishimiz kerak. Ularning hamma ishiga qo'limizdan kelishi yordamda bo'lishimiz kerakdi, ammo biz endi Sayragül'ün Qozog'istonda turolmay, Shvetsiyaga kelganligini ko'rib, endi Qozog'istonning haqiqatan Xitoyning besimiga qattiq uchrayotgan bir davlatga degan bir ko'z qarashdan bo'ldik, ammo inshaalloh bundan keyin bundaq Xitoyga qaytarib o'tish bilan tahdid qiladigan ishlar bo'lmas. Endi Xitoymi beshini yeydiganga oz qelyapti. Chunki Xitoy hozir biz Uyg'ur qozoqlarning dushmani emas, butun dunyoning dushmani bo'ldi hozir. Shu virus sababli hozir Xitoy butun dunyoning dushmani. Hazır Amerika uç kaşkar aldı da Xitay Kompartiyasını yok atmadıkça bu dünya aram tapmaydı dep uç kaşkar sözler vardı. İnşallah bunun neticesini görürüz. Ama bir yerde bizden Uygurlar biz Xitay'daki ilim ülkeleri jik aldınıp ketken tarihte şu yeni bastırıp gelgen vaxtlarda bizden oylu aramlarımızı süpürüp verip ballarımızı kempi takıtıp etizi eriqlarını çepip, hazırlıcı degen geptir var mesela materyallarda. Biz sizlerinin vatnlarını güllendirip belki geldik. 10 yıl turumuz, 10 yıldıkken çıkıtımız depla, aldap pıttıqı vagan Xitay. Hazır bizden vatanımızda bütünle ücütü ötüş için tırışıp atıdı. Şu jarayanda bazı gayri sadalarını anlavatımız. Mesela Xitay'daki çoğun medyalarda numus kılmay, Kazakistan, Kırgızistan degenler tarihten Xitay'nın bir kısmeti. Hazır bu devletteki halklar Xitayga qaytib kelishni, Xitoyning qo'yniga qaytib kelishni xohlaydi degan maqolalarni nomus qilmay bosdi Xitoyniki medialari. Buningda Qozog'iston hukumatiningki bir norozilik bildirganligini ko'rdik Xitoy hukumatiga. Muhimi hozir qozoq xalqi masalan, Qozog'istondagi xalq, mayli qozoq bo'lsin, yerlik Uyg'urlar bo'lsin, hammasi Xitoyning mushta bir xirisi, mushta yomon niyati borligini obdan to'nib yetish kerak. Şu çağdalar anadaki uyarlık xalqlar hoşyar tursa, bizning vatanni besib olgandek, aytgan Qozog'iston, Qirg'izistonning besib olgan ahvolning oldini olib bo'ldi. Bu jihatda siz o'sha yerda yashayotgan qarindoshimiz bilan va bo'lish suhbatingiz bilan o'sha yerdagi xalqlarning yashayotgan xalqlarning bu vaqtda bildig'ini qanchalik, hoşyarligi qanchalik sizningcha? To'g'ri dedingiz. Hamda mushundan 2015-yilgacha Şu Kazakistan'daki özümüzün şu yerlik halklar, şu Xitay hükümetinin şundak bir tecavüz ekanligini bilmey degan edi. Şu hem de 2017 yıldan başlap şu Xitay'daki bizning qarindoshlarımızga, Sharq Turkistonda yaşayotganimizning qarindoshlarımızga şundak bir zo'rliqlarni qilayotganini hozir butun dunyo bilib bo'ldi. Yana şu Qozog'istonda hamma xalqlar bilib bo'ldi. Şundan hazır bu Xitay hükümetini hazır bu Xitay Komünist Partiyasının şu bizning Sharqiy Turkistondagi bizning qarindoshlarımizga yasayotgan şu bir faşistik siyosiy harakatlarni hammasi ko'rib, hammasi to'ni bilib ketdi. Shunga hazır şu xalqlarning hammasi bu Xitay hükümetinin şu bir faşistik rejimiga qarshi. Yani şu Xitoyning sınıp kirish, asta şu yerlarni egallash bularning taktikasini aytib ko'p bilasiz. Berib, qiz beradi, qiz oladi, yat eriydi, bir nima qilib, nahayat yaxshi ishlagan bo'lib, Qozog'istondagi grajdani bo'lib oladi. Ondan keyin bir Xitoy grajdan bo'lgandan keyin 70-80 manqurt Xitoyni asta akiladi, mushunda shakl orqali yiltiz tortib, odamini ko'paytirib shu davlatlarda Ertuğrul yani kolab çıkıplar, Kazakistan'da mı Xitayning tang davrida chiqib qolgan, ko'milib qolgan bir narsalar chiqib qoldi, qaram. Uni buni deblar Qozog'iston mana asli bizning yerda deb bir numussiz xalqchu bu.
Şuna biz o'ylaymiz, endi Qozoq xalqi hozir uchur davri hamma narsani ko'rib bilib turibdi. Bu vaqtda o'shardi herhalde Xitoyniki, mau rezil o'yinlardan o'shardi degan o'yda biz. Ertugün endi Xitoy terisiga patmayotdi-ku hozir. Masalan, atrofda Hindistonga cheqilayotdi, Tayvanni besib olamiz deyotdi, O'rta Osiyo davlatlari asli bizniki deyotdi. Mongoliya, tashqi Mongoliya asli biznikiga ayrilib chiqib ketgan deyotdi. Bularning niyati yomon. Endi mas'ulni so'rashimda, endi Qozoq xalqi, Qozog'iston xalqimi hushyor turish kerakchi bu ishda. Chunki Xitoyniki masalan sizga o'xshash o'zining qarindoshlarini tutib akirib ketganlar obdan biladi Xitoyning rezilligini. Ammo Qozog'istonda tug'ilib o'sgan, Xitoyda yashab boqmagan, Xitoy bilan qo'yiq munosabatda bo'lmagan ma turkiy millatlar bizga sodda kelamiz biz shu oq ko'ngil. Asallar oldinib ketamiz. Shunga bu Xitoyniki bu ilm fikirga to'lgan 36 yili bilan yashaydigan bir rezil millat ekanligini bu O'rta Osiyolik qarindoshlarimiz cho'qim to'liq tunib yetish kerak. Ashuningda o'shab tursa buni yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Endi sizniki ma elinizning ishi masalan siz şu konsulun aldığı verip resmini Xitoyning ko'ziga tiqib turib, enimni qo'ypa degandan yog'i mesela sizni konsulga kel, parangni shayli, ening sana telefon qiladi, telefoningga diqqat qil degandek inkaslar kelibdi. Ya'ni agar siz o'tirib chiqib, shu eningizning suratini ko'tarib, ashlarni ko'ziga tiqmagan bo'lsangiz, bu javoblar kelmaydi. Shunday qo'ymayman. Ayt, to'g'ri dedingiz. Demakki, bay sizmi dedingiz, bu har xil ishlardan Biyuda ensirash bilan o'ttirg'i chiqarmayotgan, unudan bunudan ensirayotgan qarindoshlarimiz bor. Mayli Qozog'istonda bo'lsin, mayli Uyg'urlar orasida bo'lsin. Mushlarga deydigan bu yurak so'zingizni bir anglasak. Endi bu yerda biz o'sha o'zimizning qarindoshlarimizga, urug' tuqqanlarimizga ega chiqamsak, ular kim ega chiqadi? Biz ularning davosini qilmasak, shu Xitoyda bizning tuqqanlarimizning qiynalayotganligini, turmalarga begunoh atganlarini kim nereden bildi? Bunun için bugünküçe endi her oyda bo'lib o'yin kelgan bo'lsa, endi bugundan boshlab bo'lsin biz o'zimizning tuqqanlarimizga ega chiqib, o'z qarindoshlarimizni uzunimiz kerak. Bu bizning farzimiz hem vazifamiz. Yani bu bizim boyumuzun qarzimiz. Bu ishni qilmasak bo'lmaydi. Shunday. Men degim kelgani, her adam o'zining urug' tuqqanlarini qutqizishning yo'lida harakat qilish kerak. Shunday. Endi bu deymizmi, ayada bir qarindoshimizdan tutib akirib ketib, urug' qiynab, qanini ichib olsa, biz bu yerda rahat nafas olishimizmi harom asli. Endi bizmi shu bay degandek Qozog'istondagi qarindoshlarimiz bilan Yevropadagilar bo'lsin, Turkiyadagilar bo'lsin, izchil hamkorlashib qilib kelyapti bu ishni, shu da'vo ishini. Bundan keyin endi masalan sizniki o Xitoy konsuli oldidagi faoliyatingizni ko'rgandan keyin bizning Yevropa, Turkiyada yashayotgan bir qism qarindoshlarimiz inkos qildi. Bu asli yaxshi usulga, to'g'ri usulga. Ya'ni xalqaro organlarga arz yozishdan boshqa şu qarindosh tuqqanlarimizning rasmini yo'g'ini ko'tirib, şu Xitoy konsulining oldiga berib, masalan siz berib bu yerda namoyish qilib ekansiz, Xitoy konsuli ishdan to'xtabdi masalan. Shu qadar qo'rquvdi-da Xitoy. Demakki, ishdan to'xtadi degan gap xeyli cho'ng ta'sir bo'ldi degan gap. Shuning uchun sizning eningizning ishiga ko'ngil bo'ladi. İnşallah bir kunlarda qo'yib o'tsa eningizni Qozog'istonda quchoqlashib siz bilan ko'rishadigan kunlarim kelgusi. Bizning Uyg'urlarmi mushaqda mushu qarindoshlarimizni o'rganib bizmi shu Xitoy konsullarining oldiga berib ashlar namoyish qilsak to'g'ri bo'ladi degan ko'z qarashda bo'lyapti. Bu yerda sizlarning bir ulgu ko'z tutganingizga rahmat aytamiz. Oxirida deydiganim Baybulat Bey, endi oxirida bizniki shu aloqamiz uzilib qolmasa Qozog'istondagi qarindoshlarimiz bilan, chunki bu da'vo hammamizning da'vosi. Vatanimiz azad bo'lsa, bu Uyg'uriston bilan Qozog'iston o'rtasidagi chegara ochilib o'tadi. Biz tarixdan qarindosh bo'lib yashab kelayotgan millatlar, bizning oramizda bir farq yo'q. Hammamiz turkiy millatlar, qarindosh millatlar, musulmon
bu Xitaylardan tüp farqlanadigan yerimiz var. İnşallah abay degandek Uyghur kanunu çıktı, xalqaro ko'ngil bo'layotdi. Xitoy beshini yeyishning oldida inshaalloh ertaga bizning vatan ozod bo'lganda bizmi Qozog'istonga ishimiz pishib mashina haydab kirib o'ynab chiqadigan, sizlarmi vatanga qo'riq tuqqanlarni xohlagan vaqt berib yo'qlab kela oladigan bir holat shakllangusi. Bugun Xudoyga vaqt chiqarib programmaga qatnashganingizga ko'p rahmat, Baybulat efendim. Bundan keyin agar yana ihtiyoç tug'ilganda siz bilan har xil temalarda ekranimizda suhbatda bo'lishni xohlaymiz agar vaqtingiz bo'lsa. Ham Qozog'istondagi qarindoshlarimizning ishlariga utuq tilaymiz. Rahmat sizga. Xayr, boshqa gapingiz bo'lmasa, programmani mishada oxirlashtiraylik. Oxirida qo'shib chiqadigan gapingiz bormi? Ma'qul, janob efendim, sizga ko'p rahmat. O'sha Sharqiy Turkistondagi qarindoshlarimizning tez arada o'sha Xitoyning zulmidan qutulib, hammamiz o'sha tuqqanlarimiz bilan, qarindoshlarimiz bilan ko'rishadigan kun yaqin bo'lsin deb tilayman. Rahmat sizga. Rahmat Baybulat efendim. Xayr, Allohga emanet, omon bo'ling. Rahmat. Hammangizlarga xayr xo'sh. Xayr xo'sh, Allohga emanet. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli qarindoshim, bu kech sizdan emas. Huzuringizda hikmatli so'zlar. Kutishingga loyiq odam bo'lsa, saqlash go'zaldir. Bosh ko'tarish uchun bir mezgil bosh cho'kirish kerak. It bilan ilishib it bo'lma. Agar ilishsang, yo'lvas bilan ilish. Ya sunsun bilak yoki cho'ng'aysin yurak. Shamol qayoqqa kuchli chiqsa, shu yoqqa yurganni axlat deymiz. İnsanlar güllərinin arasında tikanlarning bo'lganligidan shikoyat qilguncha, tikanlarning arasida gullarning yaratilganligiga shukr qilishi lozim. Kishi o'zining kim ekanligini bilmoqchi bo'lsa, kimlarni sevganligiga qarasin. Qilishga tegishli yaxshi, foydali ishlarni atiga qo'yma. Ati bo'lishi, lekin sen atiga chiqamay qilishing mumkin. Kema qirg'oqda eng bexatar. Ammo kemining vazifasi bu emas. Haq so'zni qilishga qodir bo'lamasang, nohaq so'zga bo'lsa-mu chavaqchanma. Bulg'angan muhitda uzun turgan kishining sap havoda besh avraydi. Kun ko'ray desang, kundan burun o'rningdan tur. Hurmatli qarindoshim, bu aqalliya so'zlardan ozroq bo'lsa-mu bahra olsangiz, mening xushlig'im shu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yarken turpan ürümçi olcan Atış kumu Aksu Altay Korla ve Kucan Ana yurtum sen bu dünyadaki en güzel makan Patmaz bu yaşta çeksiz mihirge tuğan Aynı zaktın bu akıldı gülistan harman Yana menge davam kıylan üzülüp kalma Sana vücudumda çeksiz muhabbet Fahrleniş, asrab suyuş, davom ta abad Nuru akıllar
ajr qilar tugiblar mehnat. Ana yurtim biz farzandingman, o'zimiz haqiqat. Yusuf Mahmud farzandim faxrim, mahkam yodimda. Allah batur maqtahlim Allah, o'tgan qo'yningda. Sen joyib tutmishga o'lmasiz deraksiz. U jismingda vaqtin suyib tugimas cheksiz. Yurtim sana vücudumda cheksiz muhabbat. Faxrlanish, asrab suyish, davom ta abad. Duo qilay, ajr qilay, tugiblar mehnat. Ana yurtim, biz farzandingman, o'zimiz haqiqat. Sutuq buğra, uğuz ro'yi, sinsunching bizga. Umid teshach, umli xayrat, bu so'xu bizga. Qarindoshlar, qo'l bergin duruz, hamroh qil kulga. Tirishayli, uyushayli yar bo'lib bir-birimizga. Biz chiqqan safar ana yurtimizga javob. Farzandi tuzib bizga laf bilan qarab. Yurtim sana vücudumda cheksiz muhabbat. Faxrlanish, asrab suyish, davom ta abad. Duo qilay, ajr qilay, tugiblar mehnat. Ana yurtim, biz farzandingman, o'zimiz haqiqat. Sana vücudumda cheksiz muhabbat. Faxrlanish, asrab suyish, davom ta abad. Duo qilay, ajr qilay, tugiblar mehnat. Ana yurtim, biz farzandingman, o'zimiz haqiqat. Ana yurtim, biz farzandingman, o'zimiz haqiqat. O'zimiz haqiqat.